Yoz fasli issiq ob-havoning kirib kelishi bilan ko'pchilikning tabiat bag'rida hordiq chiqarishga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Ayniqsa bolalar va yoshlar orasida suv havzalarida cho'milish, salqin suvda dam olish istagi kuchayadi. Biroq e'tiborsizlik yoki xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik oqibatida bu dam olish baxtsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Shu kabi favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Nurali Qadirov rahbarligida favqulodda holatlarning oldini olishga qaratilgan ko'rgazmali o'quv-amaliy seminar tashkil etildi. Tadbir davomida belgilanmagan, xavfsizlik choralari ko'rilmagan suv havzalarida cho'milishning xavf-xatarli jihatlari haqida ishtirokchilarga batafsil ma'lumot berildi. Amaliy mashg'ulotlar jarayonida fuqarolarga xavfsizlik qoidalari aks ettirilgan eslatmalar tarqatildi. Ayniqsa bolalarni nazoratsiz qoldirmaslik, chuqur va noma'lum suv havzalarida cho'milmaslik kabi ogohlantiruvlar alohida ta'kidlandi. Seminarning amaliy qismida esa maxsus qutqaruv guruhlari tomonidan suvda cho'kayotgan insonni to'g'ri tarzda qutqarish, tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha namoyishlar o'tkazildi. Bundan tashqari g'avvoslar tomonidan zamonaviy qutqaruv anjomlari va ularning qo'llanilishi yuzasidan ko'rgazmalar tashkil etildi. Mazkur tadbir fuqarolarda suv havzalarida xavfsiz yurish-turish madaniyatini oshirish, yoz mavsumini baxtsiz hodisalarsiz o'tkazish borasida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Hozir o'quv seminarini o'tishdan maqsad amaliy va nazariy aholiga tushuncha berish. Ya'ni belgilangan suv havzasida g'avvoslar bilan birgalikda suv bilan bog'liq bo'lgan favqulodda holatni oldini olish, cho'kkanda odamlarga qanday yordam ko'rsatish, nazariy va amaliy tushunchalar berildi. Bundan tashqari shaxs tarkib tomonidan maxsus texnika, asbob-anjomlar bilan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Unutmang, suvda cho'milish qoidalariga amal qilish salomatlik va xavfsizlik garovidir. Har birimiz o'zimiz va yaqinlarimiz hayoti uchun mas'ul ekanimizni unutmaylik.